Aziz do'stlar, qadrdon tomoshabinlar, bugun men sizning e'tiboringizga g'oyat muhim, shoshilinch xabarni yetkazish uchun ekranlaringiz qarshisidaman. Bu shunchaki navbatdagi video emas, bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz, ertangi kuningiz uchun g'amxo'rlik qilishga qaratilgan chaqiriqdir. Oxirgi paytlarda O'zbekistonda moliyaviy va iqtisodiy sohalarda ayniqsa aholining daromadlari va ularni rasmiylashtirish bilan bog'liq juda katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu o'zgarishlar har bir fuqaroni, har bir oilani, har bir tadbirkorni bevosita qamrab oladi va sizning cho'ntagingizga, oilaviy byudjetingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Men sizni ogohlantiraman. Agar bu videodagi ma'lumotlarni oxirigacha diqqat bilan tinglamasangiz va tegishli xulosalar chiqarmasangiz, yaqin kelajakda jiddiy moliyaviy muammolarga, jarimalarga va hatto katta miqdordagi soliqlarni qayta hisoblashga duch kelishingiz mumkin. Bu siz o'ylagandan ham jiddiyroq masala. Shuning uchun iltimos diqqatni jamlang. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni imkon qadar ko'proq odamlarga ulashing. Chunki bu ma'lumot har birimiz uchun muhim. Muammoning mohiyatiga keling. Muammoning ildizlariga chuqurroq kirib boraylik. O'zbekistonda avvallari qanday edi va hozir nimalar o'zgarmoqda? Ancha yillar davomida ko'plab fuqarolarimiz o'z daromadlarini rasman ro'yxatdan o'tkazmasdan shaffof bo'lmagan usullarda ishlab kelishdi. Misol uchun, shaxsiy xizmat ko'rsatish sohasida uyda hunarmandchilik bilan shug'ullanadiganlar, onlayn savdo qiluvchilar, repetitorlar, avtomobil ta'mirlovchilar, sartaroshlar va boshqalar o'z faoliyatlarini ko'pincha norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday hujjatlarsiz soliq to'lamasdan yuritardilar. Bu bir tomondan tezkor va ba'zi jihatdan oson tuyulardi. Chunki rasmiyatchilik bilan bog'liq ortiqcha tashvishlar yo'q edi. Odamlar har qanday pul o'tkazmalarini, xizmat haqqini naqd pulda yoki oddiy plastik karta orqali olardi va bu pulning kelib chiqishi yoki uning qonuniyligi haqida hech kim savol bermasdi. Davlat ham umuman olganda bu masalaga ko'p aralashmasdi. Chunki iqtisodiyotning katta qismi soyada qolishiga ko'z yumilardi. Norasmiy ish bilan band bo'lganlar ijtimoiy himoyadan mahrum edilar. Na pensiya, na kasallik nafaqasi, na boshqa ijtimoiy kafolatlar ularga taalluqli emas edi. Ammo shunga qaramay, bu vaziyat ko'pchilikka qulay edi. Bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. O'zbekiston hukumati iqtisodiyotni shaffoflashtirish, soliqlarni yig'ish samaradorligini oshirish va har bir fuqaroga ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash yo'lida ulkan qadamlar tashlamoqda. Bu jarayonning asosiy ustunlaridan biri bu o'zi band qilgan shaxslar tushunchasini kengaytirish va ularga imkoniyatlar yaratish, shu bilan birga barcha daromadlarni rasmiylashtirishdir. Endilikda banklar to'lov tizimlari va soliq organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi avtomatlashgan tizim orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa har qanday shaxsiy kartaga tushgan muntazam yoki yirik miqdordagi pul o'tkazmalarini soliq organlari nazorat qilish imkoniyatiga ega ekanligini anglatadi. Xususan, agar sizning shaxsiy plastik kartangizga bir oy davomida muntazam ravishda bir nechta shaxslardan, masalan, har biri 1000 so'mdan 500 ming so'mgacha bo'lgan pul tushumlari yigilib, umumiy miqdor bir necha million so'mga yetsa, bu holat soliq organlari e'tiborini tortishi mumkin. Bu pul tushumlari sizning xizmatlaringiz yoki mahsulotlaringiz uchun to'lov bo'lishi mumkin deb hisoblanadi va sizdan bu daromadlarni qonuniylashtirish talab qilinadi. Aks holda siz noqonuniy tadbirkorlik faoliyati yoki daromadni yashirishda ayblanishingiz mumkin. Bu esa jiddiy huquqiy oqibatlarga olib keladi. Bu o'zgarish nafaqat katta biznes vakillarini, balki oddiy fuqarolarni, jumladan uy bekalari, talabalar, pensiyadagi shaxslar va o'zining mehnatdan daromad topuvchi har bir kishini qamrab oladi. Asosiy qism 1, batafsil tahlil. Endi esa bu yangiliklar haqida batafsilroq gaplashamiz. Nimalarni bilishingiz kerak va kimlar esa xavotirlanishi shart emas. Hukumatning asosiy maqsadi norasmiy sektor ulushini kamaytirish. Barcha fuqarolarga ijtimoiy kafolatlar berish va soliq bazasini kengaytirish orqali davlat byudjetiga qo'shimcha mablag' tushirishdir. Buning uchun o'zi band qilgan shaxslar faoliyat turlari ro'yxati sezilarli darajada kengaytirildi va ularga soddalashtirilgan soliq tizimi taklif qilindi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan o'zi band qilgan shaxslar faoliyatining 100 dan ortiq turlari belgilandi. Bu ro'yxatga repetitorlik, santexnik xizmatlari, elektr montaj ishlari,
sartaroshlik, kosmetologiya, buxgalteriya xizmatlari, kompyuter dasturlash, web dizayn, ijtimoiy tarmoqlarda reklama xizmatlari, dehqonchilik, chorvachilik, uyda pishiriqlar tayyorlash, hunarmandchilik mahsulotlarini sotish va boshqa ko'plab faoliyat turlari kiradi. Bu ro'yxatning kengayishi oldinlari norasmiy ishlagan juda ko'p odamlarga o'z faoliyatini qonuniylashtirish uchun noyob imkoniyat demakdir. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda, agar siz muntazam ravishda biron bir xizmat ko'rsatsangiz yoki mahsulot sotsangiz va buning uchun naqd pulda yoki plastik karta orqali to'lov qabul qilsangiz va bu daromadlar sizning yagona yoki asosiy daromad manbaingiz bo'lsa, siz jiddiy o'ylab ko'rishingiz kerak. Misol 1. Repetitorlik faoliyati. Otabek 45 yoshli ingliz tili o'qituvchisi. U maktabda ishlaydi, lekin kuniga 3-4 nafar o'quvchiga repetitorlik qilib, har biridan oyga o'rtacha 300 ming so'mdan dars haqi oladi. Jami oyga 900 ming so'mdan 1200 ming so'mgacha qo'shimcha daromad topadi. Ilgari bu pul naqd pulda yoki uning plastik kartasiga o'tkazilar edi va u hech qanday soliq to'lamasdi. Endi Otabek o'zini o'z band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va har oy kamida 300 ming so'm bu o'zgarishi mumkin. Soliq bazaviy hisoblash miqdorining 0.5 baravari atrofida ijtimoiy soliq to'lashi kerak. Bu unga kelajakda pensiya olish huquqini beradi va uning daromadlari qonuniy deb hisoblanadi. Agar Otabek ro'yxatdan o'tmasa, soliq organlari uning kartasiga tushgan muntazam pul o'tkazmalari asosida uni noqonuniy tadbirkorlikda ayblashi va belgilangan tartibda jarimaga tortishi mumkin. Jarima miqdori ancha yuqori bo'lishi, hatto daromadining bir qismini musodara qilishgacha borishi mumkin. Misol 2. Hunarmandchilik va onlayn savdo. Dilnoza 30 yoshli uy bekasi Instagram orqali qo'lda yasalgan zargarlik buyumlari sotadi. Uning oyga o'rtacha daromadi 2000 ming so'mdan 4000 ming so'mgacha. U xaridorlardan to'lovlarni plastik kartasiga qabul qiladi. Oldinlari bu oddiy holat edi. Endilikda Dilnoza ham o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi shart. Aks holda uning kartasiga tushgan pullar soliq organlarining e'tiborini tortishi va unga nisbatan qonuniy choralar qo'llanilishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish orqali u faoliyatini qonuniylashtiradi. Kelajakda pensiya jamg'armasiga hissa qo'shadi va xotirjamlik bilan o'z biznesini rivojlantirishi mumkin. Agar ro'yxatdan o'tmasa, unga soliq qarzdorliklari va jarimalar yuklanishi mumkin. Bu esa uning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Misol uchun, soliq organlari uning bank hisob varaqlariga blokirovka qo'yishi, sotilgan mahsulotlar uchun to'lanmagan soliqni foizlar va jarimalar bilan birga undirishi mumkin. Bu esa bir necha million so'mlik summani tashkil etishi hech gap emas. Misol 3. Xizmat ko'rsatish sohasidagi mutaxassislar. Santexnik, elektrchi, sartarosh, Akmalaka 20 yoshda usta santexnik. U har kuni 2-3 mijozga xizmat ko'rsatib, oyga 3 million so'mdan 6 million so'mgacha daromad topadi. Mijozlar unga naqd pul yoki kartaga o'tkazishadi. Ilgari u hech qanday hujjatlarsiz ishlagan. Endi u ham o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi lozim. Bu unga soliq organlari bilan muammolarni oldini olishga yordam beradi va uning ish stajiga ta'sir qiladi. Agar u ro'yxatdan o'tmasa, soliq organlari uning noqonuniy faoliyatini aniqlagan taqdirda nafaqat daromad solig'ini, balki ijtimoiy soliqni ham joriy yil va oldingi yillar uchun qayta hisoblab chiqishi mumkin. Bu Akmal akaning bir necha oylik daromadiga teng bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar siz rasmiy ish joyingizga ega bo'lsangiz va siz uchun soliqlarni ish beruvchingiz to'lasa, siz xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Sizning daromadlaringiz allaqachon rasmiylashtirilgan. Shuningdek, nafaqaxo'rlar agar ular yuqorida sanab o'tilgan turdagi qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lmasalar, xavotirlanmasliklari kerak. Bank depozitlaridan olingan foizlar kabi passiv daromadlar uchun ham alohida soliq tartibi mavjud va ular odatda bank tomonidan ushlab qolinadi. Shuning uchun bu holatda ham tashvishlanishga hojat yo'q. Muhimi, sizning asosiy daromadingiz qonuniy va rasmiy manbalardan bo'lishidir. Agar siz faqat shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun, masalan, ota-onangizdan yoki farzandlaringizdan muntazam bo'lmagan yordam xarakteridagi pul o'tkazmalarini olsangiz, bu ham xavotirga sabab bo'lmaydi. Soliq organlari asosan muntazamlikka va tushumlar soniga, shuningdek miqdoriga e'tibor qaratadi. Bir martalik yoki kam sonli, kichik miqdordagi o'tkazmalar odatda nazoratga olinmaydi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar
va noaniq nuanslar har qanday qoidaning o'z istisnolari va kutilmagan jihatlari bo'ladi. Bu yangi tizimda ham shunday. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan xalos qiladi. Qoidalardagi istisnolar ba'zi daromad turlari soliqqa tortilmaydi yoki ularga alohida imtiyozlar qo'llaniladi. Masalan, oila a'zolaridan olingan sovg'alar, yordam pullari, xalqaro grantlar yoki xayriya tashkilotlaridan olingan mablag'lar, shuningdek davlat mukofotlari kabi daromadlar soliqqa tortilmaydi. Shuningdek, ayrim qishloq xo'jaligi mahsulotlarini o'z shaxsiy tomorqa uchastkalarida yetishtirib sotishdan olingan daromadlar ham ma'lum shartlar asosida soliqdan ozod qilinishi mumkin. Biroq bu istisnolar faol tadbirkorlik faoliyatini olgan daromadlarga taalluqli emas. Agar siz uyda katta miqdorda nonvoychilik qilib, har kun do'konlarga yetkazib bersangiz, bu endi shaxsiy ehtiyoj uchun emas, balki tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi va uni rasmiylashtirish talab etiladi. Tuzoqlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar biri. Jaholat va e'tiborsizlik eng katta tuzoq. Bu yangi qoidalarni bilmaslik yoki ularga e'tibor bermaslikdir. Ko'pchilik menga tegishli emas yoki hech kim bilmaydi degan noto'g'ri fikrda bo'lishi mumkin. Ammo zamonaviy raqamli tizimlar shaffoflikni ta'minlaydi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, banklarning soliq organlari bilan ma'lumot almashish tizimi juda samarali ishlayapti. Hatto kichik miqdordagi muntazam o'tkazmalar ham oxir-oqibat soliq organlari nazariga tushirishi mumkin. 2. Noto'g'ri ro'yxatdan o'tish yoki faoliyat turini noto'g'ri tanlash. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun faoliyat turlari ro'yxati juda keng. Ba'zilar o'z faoliyat turini noto'g'ri tanlashi mumkin. Bu esa kelajakda soliq hisob-kitoblarida xatolarga yoki hatto norasmiy faoliyat sifatida baholanishiga olib kelishi mumkin. Masalan, agar siz kichik mebel sexi ochib 5-6 kishi bilan ishlayotgan bo'lsangiz, siz o'zini o'zi band qilgan shaxs emassiz, balki yakka tartibdagi tadbirkorsiz yoki hattoki kichik korxonasiz. Bunday holatda soliq rejimi mutlaqo boshqacha bo'ladi va o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish sizni jiddiy muammolarga duchor qiladi. Bank to'lovlari bilan bog'liq muammolar. Ayrim fuqarolar menga pullar kelganligi uchun hech kim bilmaydi deb o'ylashlari mumkin. Ammo bu ham har doim ham to'g'ri emas. Katta miqdordagi naqd pul bilan operatsiyalar ham diqqat markazida bo'lishi mumkin. Ayniqsa banklar tomonidan monitor qilinadi. Qolaversa ko'pchilik mijozlar hozirda pul o'tkazmalarini bank kartalari orqali amalga oshirishni afzal ko'rishadi. 4. Tadbirkorlikka o'tish bosqichini o'tkazib yuborish o'zini o'zi band qilgan shaxs maqomi ma'lum cheklovlarga ega. Masalan, siz xodim yo'llay olmaysiz yoki faoliyatingizning ma'lum turlar uchun belgilangan daromad chegarasidan oshib ketganingizda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu bosqichni o'tkazib yuborish ham jiddiy oqibatlarga olib keladi. Misol uchun, agar siz o'zini o'zi band qilgan sartarosh bo'la turib 3 ta xodim yo'llasangiz, siz allaqachon yakka tartibdagi tadbirkor maqomiga o'tishingiz kerak bo'lgan. Ammo o'tmaganingiz uchun sizning faoliyatingiz noqonuniy deb topilib, barcha daromadlardan qo'shimcha soliqlar va katta miqdordagi jarimalar undirilishi mumkin. Noaniq nuanslar va yashirin imkoniyatlar. Biri, ijtimoiy himoya va pensiya. Bu yangi tizimning eng muhim, ammo ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihati bu ijtimoiy himoyadir. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, siz har oy ijtimoiy soliq to'laysiz. Bu soliq miqdori unchalik katta emas, lekin u sizning kelajakdagi pensiyangiz uchun asos yaratadi. Tasavvur qiling, 20-30 yil davomida norasmiy ishlagan va birorta ham ijtimoiy to'lov qilmagan odam qanday pensiya oladi? Hech qanday yoki juda oz, ammo siz muntazam ravishda ijtimoiy soliq to'lab borsangiz, kelajakda qonuniy pensiyaga ega bo'lasiz. Kasallik nafaqasi, homiladorlik va tug'ish nafaqasi, hatto ishsizlik nafaqasi kabi bir qator boshqa ijtimoiy kafolatlarga ham eshik ochadi. 2. Kreditlar va moliyaviy barqarorlik. Rasmiylashtirilgan daromad bu sizning moliyaviy obro'yingiz. Banklar kredit berishda yoki ipoteka rasmiylashtirishda sizning rasmiy daromadingizga qaraydi. Agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida daromadingizni qonuniylashtirsangiz, banklar sizga yanada ishonch bilan qaraydi. Chunki sizning daromadingiz tasdiqlangan va soliqqa tortilgan. Bu sizga katta miqdordagi kredit olish, o'zingizga uy-joy sotib olish kabi imkoniyatlarni ochib beradi. Norasmiy daromadga ega bo'lgan odam bu imkoniyatlardan mahrum bo'ladi. Ishbilarmonlik obro'si, faoliyatingizni qonuniylashtirish bu sizning mijozlaringiz va hamkorlaringiz oldida ham obro'yingizni oshiradi.
rasmiy faoliyat yurituvchi shaxsga ishonch yuqoriroq bo'ladi. Sizga katta buyurtmalar berishga, uzoq muddatli hamkorlik qilishga ko'proq ishonch bildiriladi. Masalan, agar siz web dizayner bo'lsangiz va yirik kompaniya bilan shartnoma tuzmoqchi bo'lsangiz, rasmiy maqomingiz sizga katta ustunlik beradi. Amaliy maslahatlar. Aniq qadamlar endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni bajarish lozim? Quyida sizning moliyaviy kelajagingizni himoya qilish uchun aniq yo'riqlar berilgan. Bir daromad manbalaringizni tahlil qiling. Birinchi navbatda o'zingizning barcha daromad manbalaringizni ro'yxatga oling. Kimdan, qancha va qanday usulda pul olasiz? Bu pul doimiy ravishda tushadimi yoki bir martalikmi? Masalan, siz har oyda 15 nafar mijozdan plastik kartangizga xizmat haqqini qabul qilasizmi? Yoki har hafta bozorga mahsulot olib chiqib sotasizmi? Bu savollarga aniq javob bering. Daromadingizning muntazamligi va miqdori sizning keyingi qadamingizni aniqlashda asosiy omil bo'ladi. 2. O'z faoliyat turingizni aniqlang. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksida va Prezident farmonlarida o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun ruxsat etilgan faoliyat turlari ro'yxati keltirilgan. Bu ro'yxat juda keng va sizning xizmatlaringiz yoki mahsulotlaringiz ehtimol shu ro'yxatda mavjuddir. Ro'yxatni Soliq qo'mitasining rasmiy Mi-Soliq.uz veb saytidan yoki soliq mobil ilovasi orqali topishingiz mumkin. Agar sizning faoliyatingiz bu ro'yxatga kirmasa yoki siz bir nechta xodim yollamoqchi bo'lsangiz, ehtimol sizga yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki boshqa yuridik shaxs shaklini tanlash talab qilinishi mumkin. Ro'yxatdan o'ting, bu juda oson. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish jarayoni juda soddalashtirilgan va uni uyda o'tirib bir necha daqiqada amalga oshirish mumkin. Qayerga borish kerak? Hech qayerga borishingiz shart emas. Soliq to'lovchining shaxsiy kabineti. My-Soliq.uz veb saytiga kiring. O'zingizning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, PNFL va pasport ma'lumotlaringizni kiritib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Saytda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish bo'limini toping. Soliq mobil ilovasi. Bu ilovani smartfoningizga yuklab oling. Google Play yoki App Store'dan. Ilovada ham xuddi shu jarayonni o'tishingiz mumkin. Bu eng qulay usul hisoblanadi. DXM davlat xizmatlari markazlari orqali siz raqamli texnologiyalardan uncha xabardor bo'lmasangiz, siz yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga ro'yxatdan o'tishda yordam berishadi. Nimalar kerak bo'ladi? Faqat pasportingiz yoki ID kartangiz, ma'lumotlar va PNFL, boshqa hech qanday hujjat talab qilinmaydi dedi. Soliq rejimini tanlang va soliqlarni to'lang. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun asosiy soliq turi bu ijtimoiy soliq. Hozirda bu soliq miqdori bazaviy hisoblash miqdorining kamida 0.5 baravari, ya'ni hozirgi kunda 1000 so'm etib belgilangan. Siz bu summani har oyda yoki bir yilda bir marta to'lashingiz mumkin. Qanday to'lash kerak? Soliq mobil ilovasi orqali. Ilovada maxsus bo'lim mavjud bo'lib, u orqali siz o'z plastik kartangizdan to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Bank kassalari orqali. Istalgan tijorat bankining kassasiga borib, o'zingizning PNF'ingizni aytgan holda to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Paynet yoki boshqa to'lov tizimlari orqali ko'plab Paynet shoxobchalari ham soliq to'lovlarini qabul qiladi. Eng muhimi, soliqlarni o'z vaqtida va muntazam to'lashni unutmang. Bu sizning ijtimoiy kafolatlaringiz va pensiya ta'minotingiz uchun asosdir. 5. Hisob kitoblarini yuritish va hujjatlarni saqlash. Garchi o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun buxgalteriya hisoboti ancha soddalashtirilgan bo'lsa-da, siz o'z daromad va xarajatlaringizni qaysidir ma'noda qayd etib borishingiz tavsiya etiladi. Barcha to'lov kvitantsiyalarini, bank o'tkazmalari tarixini saqlab qo'ying. Bu kelajakda soliq organlari bilan har qanday tushunmovchilik yuzaga kelganida sizning foydangizga xizmat qiladi. 6. Professional maslahat oling. Agar sizning faoliyatingiz murakkabroq bo'lsa, masalan, xorijiy mijozlar bilan ishlasangiz yoki daromadingiz juda yuqori bo'lsa, soliq maslahatchisiga yoki buxgalterga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga eng maqbul soliq rejimini tanlashda, hisob kitoblarni to'g'ri yuritishda va qonunchilikdagi barcha yangiliklardan xabardor bo'lishda yordam berishadi. Buxgalter xizmatlari narxi sizni soliq organlari bilan bo'ladigan jiddiy muammolardan qutqarishi mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi va siz ushbu muhim mavzu bo'yicha to'liq tasavvurga ega bo'ldingiz.
Esingizda bo'lsin, davlat tomonidan joriy etilayotgan bu o'zgarishlar bir qarashda ma'lum bir yukdek tuyulsa-da, aslida sizning kelajagingizni, ijtimoiy himoyangizni va moliyaviy barqarorligingizni ta'minlashga qaratilgan. Norasmiy iqtisodiyot davri asta-sekin o'tmishda qolmoqda. Bugungi kunda shaffoflik va qonuniylik eng muhim omillardan biridir. O'zingizni va yaqinlaringizni moliyaviy xavf-xatarlardan himoya qiling, faoliyatingizni rasmiylashtiring. Bu nafaqat jarimadan qochish, balki kelajakda munosib pensiyaga ega bo'lish, kreditlar olish va ishbilarmonlik obro'yingizni mustahkamlash uchun ham muhimdir. Buni e'tiborsiz qoldirmang, aks holda ertaga kech bo'lishi mumkin. Fikrlaringizni, savollaringizni va bu mavzu bo'yicha o'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yana shunday muhim va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazishda motivatsiya beradi. Keyingi videolarimizda bu mavzuni yanada chuqurroq o'rganamiz. Masalan, yakka tartibdagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxs o'rtasidagi farqlar, soliq imtiyozlari va qonunchilikdagi eng so'nggi yangiliklar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.